Shoshilinch xabar. Bugundan gaz narxi oshdimi? Ijtimoiy tarmoqlarda 1-martdan boshlab tabiiy gaz narxi oshgani to'g'risida xabarlar tarqaldi. Mazkur xabarlar ortidan Energetika vazirligi rasmiy munosabat bildirdi. 1-martdan gaz narxlari oshirilganligi yo'q. Shuni ma'lum qilamizki, 1-martdan tabiiy gaz narxi oshirilmadi. To'lovlar eski tarifda amalga oshiriladi. Biroq bugun, ya'ni 1-martdan boshlab qish mavsumida belgilangan ijtimoiy me'yor o'zgaradi deyiladi xabarda. Isitish mavsumida tabiiy gaz iste'moli bo'yicha bazaviy me'yor 5 baravarga 100 metr kubdan 500 kub metrga oshirilgan. Xususan noyabr-fevral oylarida har bir oy uchun 500 kub metrgacha, mart-oktyabr oylarida esa har oy uchun 100 kub metrgacha bazaviy me'yor belgilangan. Bu tartib Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida oktyabr-fevral oylarida amal qiladi. Shuningdek, vazirlik 1-martdan 31-oktyabrga qadar har oy uchun 100 kub metrgacha bazaviy me'yor amal qilishini bildirgan. Prezident qaroriga asosan ehtiyojmand oilalarga ishlatilgan elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun davlat tomonidan har oyda kompensatsiya beriladi. Jumladan, kompensatsiya miqdori elektr energiyasi uchun oyiga bazaviy me'yordan ortiq 200 kvadrat standart keyingi 150 kW soatgacha, tabiiy gaz uchun qish oylarida 250 kub metrgacha, boshqa oylarda 150 kub metrgacha bazaviy me'yordan ortiq foydalanilgan qism uchun kompensatsiya beriladi. Ilgari kompensatsiyalar faqat qish oylarida amal qilgan bo'lsa, endi yil davomida har oyda berilmoqda deyiladi xabarda.